Remont yap ketyapman. Tezroq. Tayyor qilib yurishim nasib qilsa. Ana shuna remont zo'r tezroq tayyorlayveramiz buni. Ketishini qarang. Mana ikorolda qo'ylar. Yuribsiz-ku. G'alati bo'ldi. Bitta bo'ldi. Nima deyapti? Oh. Shunaqada qarab deydi. Ammo lekin emotsiya hamma yo'q chotki. Mashinaga qo'yla. Filmoqchi ham o'zi go'zal. Shunaqa gaplar. Vashsheda. Siz gelmaysiz ha? Qimmatbaho $300,000, $400,000lik mashina minsiz ha? Atrofda bunaqa emotsiya bo'lmaydi. To'g'ri, zo'r mashina, yomonlamoqchi emasman. $300,000, $400,000lik mashinalar ham zo'r mashina, lekin bunaqa emotsiya yon atrofingizda bo'lmaydi. Lekin bunaqa mashinalarga odamlarni qiziqishi, bu mashinaga ham havas qiladi. Bu mashinani ham misol hammaga, ko'pchilikka orzu, havas. Lekin bu mashinaga odamlar emotsiyasini bemalol chiqara oladi. Shu taraflar, bunaqa mashinalar qadrlansa kerak. Ukamiz tayinladi, balonlarni ukaxon qo'yib bergan. Kelyapti. Kun botishini qaranglar. Kun botishi ham o'ta go'zal-da. Nima gaplar? Adrazul aka! Xo'jayin! Chiqdingmisiz? Ketdim Turkiyaga.